rivojlanishda davom etish kerak, ilm olishda, o'qishda. Biz yana qayta takrorlaymiz, sun'iy intellekt masalasida ko'proq shug'ullanishimiz kerak. Chunki hozir bu O'zbekiston uchun imkoniyat. Biz sun'iy intellektda jiddiyroq ishlab, uni yaxshiroq o'rganib, biz rivojlangan davlatlar qatoriga kirib olishimiz uchun imkoniyat. Unutmaylik, Janubiy Koreya bugun axborot texnologiyalarida ilk bosh o'rinlarda turgan mamlakat. 60-yillarning boshida kerak bo'lsa Shimoliy Koreyadan orqada bo'lgan. Tasavvur qilyapsizmi? Yoki Singapur kabi davlatlarni hech kim tanimagan ham. Malayziya kabi mamlakatlar. Bular bugun Osiyo yo'lbarslari, bular oldi qatorda axborot texnologiyalarida. Qandaydir 30 yil ichida, qandaydir 30 yil ichida biz mustaqillikdan keyin 30 yilni o'tkazib yubordik. Yana 30 yilni o'tkazib yubormaylik. Xudoyim bizga hozir berib turibdi mana sun'iy intellekt degan yangi yo'nalishni. Bu yo'nalishni qattiq ushlashimiz kerak. Shu orqali biz rivojlangan davlatlar qatoriga chiqib olamiz. Mana Tayvan kabi mamlakatlar. Siz ko'ring, ya'ni bu qilib bo'lmaydigan ish emas. To'g'ri qila olmayotganlar ham bor. Lekin biz unday emasmiz. Bizning genlarimizda Xorazmiylar, Beruniylarning qoni oqmoqda.